Bu qishloqqa jonimga tegdi. Qachon uyini tartibga soladi deya o'tlar o'sib ketgan, hamma yer rasvo. Mana bu oyna artilmagandan malla bo'lib ketgan. Uyning ichida o'zi nima qilyapti? Taxtalarini qaranglar, qorayib ketgan. Men bu qishloqqa ming bor aytdim, uyini tartibga solsangchi deb. Qo'y qishloqqa, uyingdasan bilaman. Kir oynalaring ham seni berkita olmayapti. Sen nimalar bilan shug'ullanyapsan? Men stressga tushdim. Nimaga tushding? Sen tushunmaysan baribir. Qishloqqa qo'ysangchi, sen shunchaki kublar jangida yutqazganingni ko'tara olmayapsan. Sen undan ko'ra mana bu kubingni olib tashla. Men 100 yil oldin olib tashlaganman. Deyarli olib tashlaganman. Sening oldingda meniki top toza. Qachon bu kubni olib tashlaysan? Qancha payt u meni ko'zlarimni o'rtab quyoshda to'sib turadi? Urmasang-chi, stressga tushgan qo'ymaysanmi? Qanaqa zamon bo'ldi? O'zim men yutdim. Shuncha payt o'ylab ko'p qurgandim. Sen bo'lsa g'uromlik qilgansan. Qishloqqa, sen shunchaki mag'lubiyatni tan olishing va mana bu uyni va nihoyat ta'mirlashing kerak. Bu menga yoqmayapti. Umuman qishlog'imizda mana shunaqa rasvo uy borligi. Nechi bor aytay senga stressdaman deb. Mayli, uyingni bo'lmasa ham hech bo'lmasa kubni. Yo'q. Men seni videoing uchun shuncha harakat qildim. Endi tozalayapmi? Yo'q, o'zing tozala. Yo'qsa umuman videolaringda qatnashmayman. Yaxshi, unda qatnashma. Bemalol qatnashmasliging mumkin. Faqat ko'zimga ko'rinma boshqa. Beshov, va nihoyat o'zi qanday aytishni bilmayotgandim. Va nihoyat mana shu videolaringdan qutulib, avvalgidek maza qilib yashashni boshlayman. Yaxshi, faqat oldimga zerikishdan o'ylayapman deb kela ko'rma. Suvingni borib tushingga ayt. Bir kundan so'ng. Stressga tushib, jo'ga tegdi-ku. Odatda bu vaqtda video olayotgan bo'lardik. Obbo, zerikib ketdi. Lekin hozir borib kechirim so'rash ham bo'lmaydi. Kechirim so'rashni yomon ko'raman. Menga qandaydir reja kerak. O'zim ham savdo quruvchisam, hammasi avvalgidek bo'lsa. Bo'ldi, endi g'oyani amalga oshirish qoldi. O'zi birinchi bo'lib gap boshlaydi hozir. Balki va nihoyat nima qilayotganingni aytarsan. Birinchi bo'lib gapirdik-ku, oxiri. Shunchaki bu qilayotgan ishlaring meni hayotimga ham aloqador. Mayli, shunchalik qiziq ekan aytaman. Qishloqni ikkiga bo'lyapman. Yarmi senga, yarmi menga. Nima qilyapsan, tushunmadim. O'zing aytmadingmi, men ustaman, qishloqni yashataman deb. Mana endi ko'ramiz, qishloqni teng ikkiga bo'lamizda hammasi aniq bo'ladi. Yaxshi, qishloqda demak teng ikkiga bo'lamiz. Sen o'z tarafingni xohlaganingcha o'zgartirasan, men o'z tarafimni xohlaganimcha o'zgartiraman, to'g'rimi? Ha, yana muhlat ham bor kechgacha. Kechgacha kimning tarafi zo'r bo'lsa, o'sha g'olib va mag'lub kecha bo'lgan hodisa uchun kechirim so'raydi. Bilasanmi nima? Bu ajoyib g'oya. Sen yaxshisi hozirning o'zidayoq qanday kechirim so'rashni tayyorgarlik qilsang bo'lardi. Suvingni borib tushingga ayt. Xo'sh, qoidalar aniq. Biz kun oxirigacha qishloqning bizga tegishli tarafini xohlaganimizcha o'zgartirishimiz mumkin. Bilmadim qishloq o'zining tarafida nima qiladi, lekin menda bir g'oya bor. Birinchi navbatda qishloqning zumrad kubini olib tashlaymiz. Obbo, menimcha Minecraft qotganga o'xshaydi. Mana muammo ham bittaga kamaydi. Albatta birinchi navbatda qishloqdagi mana bu eski toshlarni hammasini yangi g'ishli toshlarga almashtirib chiqaman. Menimcha shu ancha yaxshiroq ko'rinyapti. Toshlarni almashtirib bo'lganim zahoti taxtalarni ham almashtiraman. Qiziq, mana bu quduq teng ikkiga bo'lingan, to'g'rimi? Bundan